Hello folks, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Allamaro Sardor. Mana xudo xolasa bugungi darsimizni boshlab yubordik. O'sha Telegram kanalda e'lon qilingan, va'da qilingan darslik entry models haqida. Xo'sh, bu entry models part 1 bo'ladi. Xudo xolasa boshqa entry modullarni ham chiqaramiz. Bugun gaplashadigan mavzular Asian Hello va MMXM entry modullari va uning oldini yasalishini aniqlash bo'ladi. Oldindan aytib qo'yaman, men o'zim unaqa master ustoz darajasida emasman hali. O'zim bilgan narsamni boshqa joylardan izlab, ma'lumot yig'ib, sizlarga yaxshiroq qilib chiqarib beraman. Xo'sh, unda boshladik. Birinchi gaplashadigan mavzumiz Asian Hello. Xo'sh, Asian Hello. Bu model o'zi ko'pchilik bilsa kerak. Asian Hello High-Low Attack. Aziya sessiyasini High-Low liquidlarini yig'ishtirish yoki sweep. Xo'sh, qanday bo'ladi? Masalan, high olinsa low target yoki teskarisi low olinsa high target. Endi bu modelni faktlari, confirmation qanday tasdiqlanadi, qanday entry qilinadi, ularni ko'rib chiqamiz. Let's go. Xo'sh, avvalambor faktlar. Faktlar eng ko'p ishlaydigan paralarimiz yevro bilan funt parasi bo'ladi. Yevro bilan funt parasida juda chiroyli va ideal ishlab beradi. Men o'zim ham faqat yevro bilan funtda ishlataman. Qolgan paralarga maslahat ham bermayman. Xo'sh, Asian Hello entry modelini win rate 60-70% taxminiy bu. Shunaqa fakt bor. Risk reward o'rtacha 1/2 yoki 1/3. O'rtacha 1/3 dan ko'proq. Men o'zim 1/2,5 dan kam bo'ladigan bo'lsa ishlamayman to'g'risi. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Error. Har kuni kuzatilmaydi bozorda. Har kuni bo'lmaydi. Seshanba, chorshanba, payshanba kunlari qarashni maslahat beraman va trend bilan birga ishlashni backtest qilib, oldindan o'zingizlar ko'rib chiqib, keyin ishlashni maslahat beraman. Xo'sh, ketdik, misolda ko'ramiz. Xo'sh, bizada food parasi M3 time frame'da. Bu o'tgan hafta bo'lgan price action. Men o'zim entry qilganman. Uzoqqa borib o'tirib kelmadi. O'zi funt bilan yevroni, DXY'da M15da prosta men bu sessiya ajratadigan Asia High-Low'ni ko'rib chiqinglar, qaysi kunlari olingan, qaysi kunlari olinmagan. Backtest qilib, juda chiroyli ko'p kuni ishlab beradi. Har kuni emas lekin. Backtest bilan, tasdiq bilan ishlash kerak. Xo'sh, bizga tasdiqlama bo'lib beradi. Masalan, men bu joyda bizada H4FV ga bo'lgan, H4FV ga Asia High'da bo'lgan. Plus Asia High yechdi, London Kilson kirish bilan yechdida. Bu sirazi bizga tasdiq bermadi. Keyin entry qilishimiz uchun birinchi FV ga buzilish kerak. To есть birinchi FV ga ishlab berdi. Chiqyapti, mana bu yerda o'sha Silver Bullet vaqti bo'ldi. Silver Bullet 2.5 deta 3 larga. Shu joydan mana bu FV ga buzildi va IFV ga bo'ldi. Mana bu yerda bizda MSSM bo'ldi. Men bu joydan market bilan kirilgan. Imенно bu joydan emas, men bu joylardan kirilgandi. Shu joyda o'zim Asia Low ga target qilinib 1/3, shu 3 shunaqa target bo'lgan. 1/3 dan kam bo'lmagan. London Kilson oxirida точно targetga borib kelgan. Juda ideal price action bo'lgan. Ko'p kunlar chiroyli ishlab beradi. Xo'sh, keyingi misolimiz yevro parasi. Yevro parasi M3 time frame. Xo'sh, bizada London Kilson kirdi. Asia High Low'imiz bor, belgilab olganmiz. Asia Low'ni yechdi. Asia Low tagida bu yerda chizmagan ekanman. H1 ana bor. H1 FV ga bo'lgan. London Kilson kirdi. Entry vaqti entryga o'sha mana bu yerda nimaga market bilan kirilgani
Уже Silver Bullet vaqti bo'ldi. Bizda mana bu yerda OB yasaldi, keyin birinchi FVG buzildi. O'sha yerdan market bilan kirib, subti logo qo'yib, Aziyaqay target qilingan. Bu ham juda chiroyli ishlab bergan. Bu oxirgi kun o'tgan haftani yo juma kuni adashmasam. Xo'sh, Aziyaqay Low Attack modelimiz shu haqda edi. Keyingi model haqida gaplashamiz. Aziyaqay Low Attack modelini ishlatishdan oldin backtest qilishni maslahat beraman. Yana bir bor disclaimer. Sizga kerak bo'lgan narsa targetingiz trendga qarshi bo'lib qolish kerak emas. Trend bilan birga ishlatish kerak. Xo'sh, keyingi modelimiz MMXM entry modeli. MMXM entry model bu faktlari risk reward 1/10 dan oshiq ushlasa bo'ladi. Bemalol risk reward error 1/10, 1/20, 1/25 qilib olib chiqib keta olsa bo'ladi, agar to'g'ri ishlata olsa va sabrli bo'lsa. Win rate, risk reward nimaga unaqa hozirgi misollarda ko'rsatib beraman. Win rate 60-70% taxminiy. Bozorda eng ko'p uchraydigan model MMXM. Michael Huddleston, ICT asoschisi Michael Huddleston eng ko'p uchraydigan model bu MMXM degan. Eslatma, bu MMXM o'rgatish darsi emas. Entry modeli haqida. MMXM o'rgatish darsi emas bu. Entry modeli bilan o'rgatishda farqi bor. MMXMni ko'pchilik biladi. MMXM bilmaydiganlar uchun Rahmonov Fix bor, Islom Keyich bor. O'sha bratlardan o'rgansa bo'ladi. O'shani MMXM modelda ichidagi entry modeli haqida. Faqat MMXM bo'yicha ishlayman deydiganlar bor. MMXM da ishlayman deydiganlar o'shalarda ko'pchilik ham даже bu narsani bilmaydi. Entry model qayerda entry qilish kerak, qayerda qanday bo'ladi, nima bo'ladi. O'sha narsalarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bitta misol ko'ramiz. Bitta bizda birinchi kerak bo'ladigan narsa time frame alignment. Mana bu tuzilmaga qaraydigan bo'lsak, bizda o'suvchi trenddamiz. Bizda mana bu yerda PDR qolgan bo'lish kerak. PDRga mana bu yerda konsolidatsiya bo'lib tushish kerak edi. Mana bu yerda bizga premium zona ham, discount zonaga ham tushgan bo'ladi. Shundan ichidan low time frame'da SMR yasalashni kutamiz. Bu masalan qanday bo'ladi? Masalan aytaylik, manzilida o'suvchi trenddamizda mana bu yerda FVga qolgan, FVga kelyapti-da. Dailyda mana bu yerda tasdiq izlaymizda, mana bu yerda hurmat qilingani haqida. Bu endi manzilli slishkam swing bo'lib ketadi. Dailyda tasdiq izlanadi-da. Keyin H1da entry qilinadi. H1da stopingizni qo'yasiz, mana bu yerlarga stopni qo'yib, target biratolib bu tomonda bo'ladi. OC ga target qilinadi. Bitta model ichida, masalan, shu model ichida ikkita kamida entry qilinsa bo'ladi. Weekly ham xuddi shu narsa, weekly H4, M15 target, daily ham xuddi shunday H4. Bizga kerak bo'lgan narsa asosiysi daily bilan H4. Weekly kamdan kam holatda bo'ladi, endi daily bilan H4 ko'proq. Yana bitta misol, mana bu yerda H4 M15 bo'lgan tilla paramiz. Bizda OC bor. Mana bu yerda H4 FVga kelganda bizda weekly bo'yicha weeklyda ham shu joyda FVga bor edi adashmasam. Weekly FVga bor edi, keyin H4 da ham FVga keldi, SMR yasaladi. SMR bizga asosiy kerak bo'lgan narsa SMR bo'ladi. Smart Money Reversal. O'sha narsa yasalgandan keyin
MSS bo'ladi, keyin undan keyingi tasdiqlarda, entrylarda sразу entry qilib, birinchi berilgan imkoniyat low risk bo'ladi har doim. Masalan, low risk buy deganda 1% risk qilgan bo'lsangiz, har bitta entry'ingizga birinchi MMXM birinchi entry'da 0.5% qilasiz masalan. Keyin mana bu joylarda bemalol qo'shib ketaversangiz bo'ladi 1%. Mana bu joyda OB dan entry bo'lgan. O'sha mana bu joylardagi вообще time'ga to'g'ri kelmagan vaqtlar bo'lgan. Mana bu yerda London Killzone vaqti bo'lgan. Mana bu juda chiroyli OB bo'lgan. OBni low'ga stop bo'lgan. Вот. Ideal kelib bergan. Shu joydan kirib qo'yildi, o'sha swing stop qo'yilgan, cho'tki buyog'i. Stop olish uncha qiyin masala, chunki mana bu yerda FVga ishlab bergan joyi ham bor, liquidity ichgan joyi irildi. Target OC bo'ldi. Xo'p, bu joyda o'zida 1ga 13 yo 16 erardi. Mana shu entryda o'zi. Keyingi imkoniyatimiz, xo'p, o'suvchi trend ketdi, xo'p. Keyin kunga o'tamiz. Keyin kun mana bu yerdan OT tortilgan, OTga to'g'ri kelgan. OTda mana bu FVgadan ideal ketgan. Вот. Stopimiz oxirigacha swing low'da. Swing qilgan low'da. Bu error ham 1ga 9 error bo'lgan. Вообще 1ga 20 dan oshiq error bitta entry modelda o'zida. Backtest qilib ko'rish kerak, juda chiroyli ishlab beradi. OC-gacha, bu yerda targetgacha bora olmagan desang mumkin, lekin bu rasmdan keyin impuls berib o'rgan targetga borgan. Xullas shu o'rtoqlar. Entry modelni o'zi bilib olsanglar, MMXM entry modelni o'zini ishlab olsanglar ham yaxshigina cho'tki ishlasa bo'ladi. Bunda faqat sabr, tajriba kerak bo'ladi. Xo'p, endi bitta misol ko'rib chiqamiz. Shu oldindan aniqlash haqida. Real bozordan ko'rsataman. Xo'sh, bizada o'tgan hafta kanalga tashlaganman, funt parasi bor edi. Funt paramizda daily deb bergan joyim bor edi. Funt. Вот. Daily FBKdan reaksiya olib kutamiz deganman, to'g'rimi? Mana bu joyda masalan shunaqa vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, o'suvchi bozordamiz, keyin qaytyapti FVga. Endi o'shani ko'ramiz. O'sha vaziyatda bizada full paras daily o'sha FVgadan ideal atributka berib ketgan. Juda chiroyli ishlab. Men buni before after kanalga tashlamaganman. Endi shu joyda masalan kutayotgan lotimiz SMA yasashi bo'lgan. H1ga tushamiz. H1da qanday SMA yasagan? Вот. Bizada H1da o'zida ham MSS bor. Engulfing bor. Mana bu yerda H4 уже engulfing qilib bergan. Mana bu yerdagi mana bu joylarda ham уже MSS qilib tanasini yorib beryapti. Bitta FVgamiz 2-3 marta ishlayapti. Mana bu yerda уже bizada low time frame, low risk buy bergan. Mana bu joyda. Bu yerda sразу anodan emas, H1dan emas, M5 yo M5 dan entry qilish kerak o'zi aslida. Targetimiz
Mana bu joy bo'ladi. Evet. Bu joy low risk buy bo'ldi, to'g'rimi bizda? Low risk buy bo'ldi. Birinchi entry qo'ydik, stopimiz juda chiroyli joylashtirish kerak birinchi. Endi ikkinchi entry joyimiz. Evet. Evet. Bu yerda sразу biz ham H1 dan entry qilmaymiz, bizda M5 dan entry qilinadi. Bu swing uchun asosan. İkinci. Evet. Mana bu joyda уже 3-chi imkoniyat bo'lyapti. Tiplar shunaqa. M5 dan frame stop qo'yiladi baribir. Mana bu yerda yana bitta imkon beryapti. Xo'sh, shuni o'zini aytaylik. Evet. Mana bu yerda 1/20 error bo'ldi. 1/19. Juda chiroyli olib chiqib ketsa bo'ladi. Просто backtest qilish kerak. Всё. Entry modelini ko'pchilik ishlatmaydi MMXM. MMXM paydo bo'lganini biladi. Чтобы bo'ldi, mana bu yerda SMR yasaldi, endi buy ishlayman deydi. MMXM entry modelini o'zini skip qilib yuborishadi ko'pchilik. O'sha target bilan mamutlarga xohlovchilar deb PDH qilib ushlasa bo'ladi, lekin MMXM entry modeli haqiqatdan faqat shu bo'ladi. Undan oshiq emas. Boshqa entry modellar haqida gaplashmadik. Faqat entry modeli haqida MMXMda. Xo'sh, bizda shu. Endi SMR yasalish oldindan aniqladik va ko'rgan bo'lsanglar, daily time frame'da. Endi bizda bu hafta kutilayotgan joyi bizda tillarda kutsak bo'ladi. Tilla daily time frame'da bizga juda katta impuls bilan 3 kun yurib bergan. Ikkita FVga qoldirgan bizga. SMR yasalish uchun. Endi kutsak bo'ladi, mana bu yerda bizda weekly FVga bor edi. plus daily FVga juda chiroyli kelgan, ketdi. Shu joydan yangi ATH tillarda. Endi biza tillarda ishlashimiz uchun hozir buyga ishlay olmaymiz. Уже mana bu switchamiz continuation bermagan. Masalan, уже reversalga kiradi bu. Continuation dalchi buyga ishlashimiz uchun mana bu switch masalan high keyingi switchani tanasi bilan yopilishi kerak. Keyin dalchi buy ishlasa bo'ladi. Уже bu reversal bo'ldi. Endi biza kutadigan zonamiz mana bu discountdagi FVG zona bo'ladi. Evet, discountdagi FVG zona. Bizda mana bu yerda H1da OC shu joyda OC qolishi kerak. Mana buni ko'ryapsiz, range. Evet. Bu OC. Endi bizda mana bu yerda delete ana bo'lsa, FVG bo'lsa, bunday kelgandan keyin evet, bunday shu mamutlarda SMR yasalgan bo'lsa, bunday qilib mana bu yerda tasdiqlar bilan keyin shunday pullar target qilib ishlab ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerda SMR yasalish kerak. SMR yasalgandan keyin SMT tasdiq qilish kerak birinchi o'rin. SMT qilib beradi mana bu yerda bunaqasiga, bunaqasiga o'z farqi yo'q. SMT qidirish kerak. SMT o'zi razvorot reversal bo'ladi. SMR bilan ideal ishlab beradi. Xo'sh, tillarni shu hafta mana weekly outlook ham ketdi. Shu joyda M5 time frame'da swing qilib ishlab ko'rsak bo'ladi. ATHlarga. Juda chiroyli OC qoldiryapti bizga. Shu joy OC qolsa, pastroqdan daily time frame'da mana bu FVGga kelsa, MMBM bo'yicha ishlab chiqsa bo'ladi. Endi bizda mana bu yerdagi FVGdan ketib qolsa-chi? Mana bu yerdagi FVG. Dailyga masalan birinchi FVG to'g'ri kelyapti. Shu joyda o'zini kesib qoladi.
Endi biz bu joydan boyagi low risk baylarni yig'ishtirib turamiz-da. Mana bu yerda bunday kelgandan keyin mana bu yerdagi birinchi imkoniyatni qo'yib yuboramiz. Keyin takoy mana bunday yaqinlashib qolgandan keyin oxirgi imkoniyatdan ishlab ko'rsak bo'ladi. Xullas sizlarga bu weekly outlook shu. Bundan oshiq hozir buy uchun слишком premium zona da. Xullas shu o'rtoqlar. Bugungi darsligimiz shu joyda tugatamiz. Weekly outlook ham ketdi shu joyda. Endi e'tiboringiz uchun rahmat. Like, comment, follow siz uchun oddiy qadam, biz uchun katta motivatsiya. Keyingi darsliklarimiz nima haqida bo'lishini Telegram kanalida yoki shu video kommentida qoldirsangiz, xudo xolasa harakat qilib u modellarni ham chiqaramiz. O'zim bilmagan narsani izlab video qilib chiqarishga harakat qilaman. Hammaga omad, charchamanglar.